Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan chaqaloqlarda sariqlik haqida gaplashmoqchiman. Sababi oxirgi paytlarda sariqlik bilan tug'ilgan bolalar, sariqlik cho'zilgan bolalarda ko'p kuzatilyapti shunaqa holatlar. Va ko'pi aksariyati ko'pincha muammo bo'lib qolyapti va bolalar nima qilish kerak, ota-onalarda har xil savollar va nima deydi, muammoga yechim qidirishlar ko'p kuzatilyapti. O'shanga ozgina bo'lsa ham shu haqida gaplashmoqchimiz. Chaqaloqlar sariqligi bu qon hujayralar eritrositlar parchalanish hisobiga hosil bo'lgan bog'lanmagan bilirubinni teri va shilliq qavatlarda to'planishi natijasida teri va shilliq qavatlar sarg'ayishiga aytiladi. Chaqaloqlarda sariqlik fiziologik o'zi o'tib ketuvchi va patologik davolamasa bo'lmaydigan turiga bo'linadi. 60% sog'lom tug'ilgan bolalarda va 80% chala tug'ilgan bolalarda fiziologik sariqlik rivojlanadi. Fiziologik sariqlik albatta o'zi paydo bo'lib va o'zi o'tib ketib va yengil kechadigan turi hisoblanadi. Ayrim vaziyatlarda fiziologik sariqlik cho'zilib ketsa va uzoq muddat bilirubin ta'sirida organizmda patologik sariqlik rivojlanishi ham mumkin va zararlashishiga olib kelishi mumkin va boshqacha aytganda bilirubin ensefalopatiyasi rivojlanishi mumkin. Quyidagi holatlarda patologik sariq rivojlanishi mumkin. Bu birinchisi bu. Albatta bu qon va rezusni to'g'ri kelmasligi ona bilan bolani orasida. Bu chaqaloqlar gemolitik kasalligi deb aytiladi. Nasliy fermentlar, bilirubin bog'lovchi fermentlarning yetishmovchiligi. Kefalogematoma, qon quyilishlar bosh miya ichiga va tashqarisiga. Sepsis holatlari va boshqa holatlarda ham bu narsa rivojlanishi mumkin. Endi fiziologik sariqlik haqida ozgina aytib o'tib ketamiz. Fiziologik sariqlik bolaning hayotini 2-3 kunda boshlanib, aksariyat holatda 10-15 kunligida o'tib ketishi kerak. Buni asosiy sabablaridan bittasi homila paytida onaning organizmi bolani ortiqcha bilirubinni o'zi olib chiqib ketishi bilan shug'ullanadi. Bola tug'ilganidan keyin buni o'zini tozalash bolaning organizmi o'ziga qoladi. Va shu holatlarda bolani jigaridagi UGT fermenti deyiladi, urizin difosfat glyukuronil transferaza fermenti yetishmovchiligi va yoki o'sha fermentni hali kam ishlab chiqarilishi sariqlikni cho'zilishiga sababchi bo'ladi. Bu holatida qanaqa holat kuzatiladi? Qanday bunday holatda eritrosit hujayralardan parchalangan bilirubin bog'lanmagan bilirubin deb aytiladi va bu yog'da eruvchi zararli hisoblanadi. Endi mexanizmi shunaqaki, shu bog'lanmagan bilirubin vaqtinchalikka albumin oqsili bilan qonda bog'lanib jigarga olib borilishi kerak, transport sifatida jigarga olib boriladi. Jigarda UGT fermenti ta'sirida bu glyukuron kislota bilan bog'lanadi va suvda eruvchi zararsiz bilirubinga aylanadi va o't yo'llari ichagi bilan birga chiqib ketishi kerak. Chaqaloqlarda bilirubin kattalarnikidan bir necha barobar ko'proq miqdorda ishlab chiqariladi va qo'shimchasiga bolani jigarda fermenti hali yaxshi yetilmaganligi sababli bu olib chiqib ketishi sekinlashadi. Shuning hisobiga bolalarda sariqlik cho'ziladi. Endi bularning asosiy sabablaridan bittasi albatta chaqaloqlarda eritrosit hujayralarini yashash muddati qisqaligi 52 kungacha, kattalarga 120 kungacha. Endi bolalarda bilirubinni bog'lash xususiyati 3 oyga borganda tiklanadi. Ungacha kattalarga yaqinlashadi. Ungacha bularda yetishmovchilik. O'shaning uchun bularda sariqlik rivojlanishi juda ham oson bo'ladi va bolaning organizmi qandaydir yalg'on jarayonlari yoki ferment bilan bog'liq yoki oziqlanish bilan bog'liq holatlarda bu narsa cho'zilishi mumkin. Bilirubin uzoq muddat qonda katta miqdorda aylanib yurishi bilirubin ensefalopatiyaga olib kelishi mumkin va jigar bilirubin bilan zaharlanishga olib kelishi mumkin va aksariyat holatlarda nerv to'qimalarining zararlashiga olib keladi. Ona suti bilan boqiladigan chaqaloqlarni bir guruhida bola onaning suti yetarli bo'lsa ham, bolaning o'sishi, rivojlanishi, vazni hammasi qo'shishi ham yaxshi bo'lgan taqdirda ham fiziologik sariqlik rivojlanishi mumkin. Bunga asosiy sabablardan bittasi ona sutining tarkibida beta glyukuronidaza fermenti borligi. Bu ferment bog'langan bilirubinni qaytadan bog'lamaga aylantirib, qaytadan so'rilishiga va qonda ko'payishiga sababchi bo'ladi.
Yana bir sabablardan bittasi ona sutini yetishmovchilik. Eng ko'p sabablardan bittasi bizda uchraydigan sabablardan bittasi bu ona sutini yetishmovchilik hisoblanadi. Sababi ko'p aksariyat holatda bolalar keladi, fiziologik sariqlik cho'zilgan, bola uzoq muddatdan beri va vaznini o'lchasak vazni yetarli emas, bolada onada sut yetishmovchiligi va qo'shimcha ovqat balkim yetishmovchilik berilgan qo'shimcha ovqat vaqtida berilmagani hisobiga ham bo'ladi bu narsa. Asosiy sabablardan bittasi bola qorin to'ymaganligi sababli hisobli va nima deydi, suvsizlanishi, natriy gipernatremiyaga ushlashi va boshqacha aytganda bilirubinni almashinuv buzilishi hisobiga bo'ladi. Nima sababdan? Bu yerda bilirubin hosil bo'lishi, bilirubinni tashqariga chiqarilishi va qaytadan so'rilishi jarayonlarida buzilish bo'ladi. Sababi bolada oshqozon ichagida faoliyati buzilishi, buni vaqtida bilirubinni olib chiqib keta olmaslikka sabab bo'ladi. Fiziologik sariqlikka yana boshqa olib keluvchi sabablardan bittasi bu gipotireoz. Bu tug'ma qalqonsimon bez gormonlarini yetishmovchiligi hisoblanadi. Onada qandli diabet bo'lishi ham bolalarda fiziologik sariqlik cho'zilishiga sababchi bo'lishi mumkin va albatta bolalar tomonidan sulfanilamid va pensillinlar va sintraksionlar preparatlar ko'p ishlatilishi ham fiziologik sariqlikni rivojlanishiga va cho'zilishiga sababchi bo'ladi. Undan tashqari ichak tutilishi va pilorik stenoz sababi bilirubinni ekskretsiyasini olib chiqib ketishini sekinlashtiradi. Shuning hisobiga bular ham albatta nima deydi, sariqlikni cho'zishiga sababchi bo'lishi mumkin. Endi fiziologik sariqlikni haqida gaplashdik. Fiziologik sariqlikni davolash haqida aytib o'tib ketsak. Fiziologik sariqlikni davolashida eng katta ahamiyatga ega narsa bu birinchi o'rinda bu to'g'ri ovqatlanish bo'ladi, ona tomonidan va bola tomonidan. Endi aksariyat holatlarda ona sutini sifati yaxshi emasligi, onani ovqatlanish noto'g'riligi ham bu kasallik cho'zilishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ko'p holatlarda onani to'g'ri ovqatlanishga o'tkazib qo'yishimiz, tabiiy ovqatlanishi, sun'iy qo'shimchalari bor, rangi bor, shakar qo'shilgan, ziravor, konservant qo'shilgan mahsulotlarni iste'moldan onaga 6 oygacha chiqarish ham bu fiziologik sariqlikni yo'qolishiga birinchi qadam hisoblanadi. Fiziologik sariqlikni biz ko'rganimizda bolada vazn yetishmovchiligi bo'lsa, vaznini, ovqatini korreksiya qilish, onani sutini va bolani agar kerak bo'lsa qo'shimcha ovqat berilishda o'zi ham fiziologik sariqlikni bartaraf bo'lishiga olib keladi. Agarda bolada vazn yetishmovchiligini hisobiga rivojlangan sariqlik bo'lsa, bunda biz onani ovqatlanishini to'g'rilab, bolaga qo'shimcha ovqat berishimizda o'zi ham bu muammoni bartaraf qilishga yordam beradi. Agarda bolada ona sutini yetishmovchilik bo'lmasa, vazni yetarli bo'lgan taqdirda ham sariqlik rivojlangan bo'lsa, aksariyat holatlarda bu holatlar oshqozon ichak faoliyati buzilishi bilan bog'liq bo'ladi, ona va bola tomonidan. O'shaning uchun bu holatda biz bolalarga intrasorbent, ichakdan bilirubinni olib chiqib ketuvchi preparatlar qo'llashimiz va ichak faoliyatini to'g'rilashimiz bu kasallikni, bu holatni tuzatishga yordam beradi. O'shanda ham sariqlik cho'zilishi ko'p bo'lsa, terida sariqlik juda ham yaqqol rivojlangan bo'lsa, fototerapiyaga ham yordamiga o'tiladi. Fototerapiyaning asosiy mexanizmlaridan bittasi ko'k rangli 460-490 nanometrlik nur beriladi teriga. Bu holatida teridagi bilirubin lyumirubinga aylanadi va o't yo'llari va siydik bilan chiqib ketadi. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Qo'limizdan kelganicha bu kasallikni ozgina yoritishga harakat qildik. Kimgadir foyda beradi degan umiddamiz.